Assalomu alaykum do'stlar, yaxshilarsizlarmi? O'rkayildagi obyektimizga keldik. Zarliq akamiz uyiga chaqirdilar, qilib bering deb. Hozir keldim. Hozir ko'ramiz qani obyekt. Mana shu obyekt. Hozir shu obyekt sizlar bilan cho'g'i bitta tirsalab bitirib qo'ysak qani. Hamda ketdik. Mana hozir bitta eshikdan kirganimizda ro'parada rakina joylashdi. Ustida shunaqa yonadigan ko'zgusi bor. Undan keyin chap tomonimizda shunaqa yuvinish zonasi bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek shunaqa holatda bo'ldi. Smesитель, polka, ventilator, plafon. Suv bu tomonga sochramasligi uchun mana bunday eshik o'rnatildi. Aynakdan, koloniya aynakdan перегородка. Suv o'tmaydi. Bu tomonda kir mashina bo'ldi. Kir mashinasiga ariston joylab berdik. Kir mashina mana ishlayapti. Va bu tomonda portchkamiz bor. Bu tomonda eshik, topli pod bor. Eshikka, sushulka degandek hamma joyda devorlarimiz dekorativ panel, patologlarimiz plastik, pollarimiz bo'lsa kafel bo'ldi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Inshaalloh sizlar bilan gaplashib, xizmatlarni chiroyli qilib beramiz. Sizlar bilan men Kamil Nasrojev usta. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.